Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida 2 qavatli 160 kvadratga ega bo'lgan hovli-joy lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Xonqa yo'lida Saodat to'yxonaning yonida, yurtdoshlar katta ko'chada solingan. Adlar yana quyilib turibdi. Mashina qo'yish uchun parkovочный местamiz bor, zeleno zonasi bor, fasadlarimiz bitib turibdi. Yana balkonlar bor, yana kolonnalar tushgan, 4 katta oyna tushgan, balkonning eshigi ham tushgan yurtdoshlar. Eshiklarimiz sifatli, yaxshi eshikdan o'rnatilgan. Bismillahirrahmanirrahim deb ichini obzor etamiz. Xudo xolasa. Katta dala yurtdoshlar. Uzunasini 5,5, buningisini yana 7 metr tushgan yurtdoshlar. Patologlarimiz natijali bo'lib turibdi yana. Oppoq shpokli fidan chiqib turibdi. Oynalarimiz qora, sifatli qimmat oynasidan urganlar. İkinci kavata kütürlerden lestnisamiz yurtdoshlar. Bu yan tarafta sanuzel. İkinci kavatimizdan basanuzel. Birimiz yine kafeden çıkıp turibdi. Su, gaz, svetlar girib turibdi. Fakat shotchiklarni qo'yib berish kerak. Birimiz oshxona. Yine gaz turba tushgan. Patologlarimiz natijali bo'lib turibdi. Devorlarimiz oppoq shpoklovkada doğru aboya tayyor bo'lib turibdi. Bu yan tarafimizda katta ot tushgan yine. 5 metre, 7 metr. Pastda shunda bir dalan bir spalni tushgan. Spalnimizdan oynasi otiza tushgan. İkinci qavatda 2 spalni bir zal tushgan. Lestnisamiz yine oylanma quyma quyilgan ekan. Şimdi ajoyib quyilgan. Tak chiqaverishimizda şimdi sanuzel. Bu yan tarafimizda spalni, bu yanımızda yana bir spalni, 2 spalni, bir zal tushgan. Bu yerimiz yine sanuzel. 90% pishgan kavushdan qurilgan. Katta zal tushgan bu yanımızda. Plus balkon ham boyna. Yurtdoshlar, to'shkamiz zo'r yerda joylashgan. Bahasi ham yaxshi, 750 million so'm kelishib beriladi. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.